Taң алдыдaki қараңғылық. Abdori Qaraxan. 9. qism. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarım. Sharqiy Turkistondan chiqayotgan tragediyalik xabarlar ichida Eriqdagi muz partisi ichida to'nglab ushib shahid bo'lib ketgan umoq o'g'limiz Rahmatulloh Shirboqining yumron sabiy jasadini butun dunyoga Xitoy kommunistlarining qanchalik darajada fashist ekanligini oshkorlab berdi. Bugün bir parça resim gördüm. Resimde sakalını ilvetmegenligi üçün ap-ak sakal bir çoğ dadımızını Xitay komünistleri urup kapaklarını yerip Xızır süpet çoğ dadımızın baş gözünü kıpkızıl kanğa boyup etipti. Tünügünkü videoda bir yaş ana özünün narisiydi perzentini dümbüsüge tengilip tam suvakçılıkı kılıvatıdı. Narisiydi balının pişalları lay bulup ketipti. Demek o sınımızın yoldaşı jaza lagerida degan gap. Xitoyning ichki o'lkalarida iffat nomusi va g'ururi go'ro'ga ilingan Xitoy kommunistlari tarafidan xorlangan bir sonimizning Xitoy kommunistlari tarafidan shu qiz turishliq uyga bostirib kirib so'roq qilingan ko'rinishida Xitoy soqchilarining faqat Uyg'ur bo'lg'achqila u qizga qilgan qo'pol zaharxandiligi va eg'ir jinoyatchilarga muomala qilayotgandek muomala qilishlari ölümge hüküm kılıngan cinayetçini resimge tartqandek resimge tartışları Xitay komünistlerinin aldıda Uygur bulup yaşamakның bir cinayet ekanligini bütün dünyaya paş kıldı. Rezil Xitay komünistlerinin yana Hacı Mirzahid Kerimi, Ayşe Mehmet, Halid İsrail qatarlıq peşqadam adiblerimizni tutkun kılganlığı Hammamizga ma'lum biz taratqularda yana minglarcha ilm suyar adiblarimizdan sir atoqliq naqshchi va cho'lponlarimizdan Adil Mejid, Sanavar Tursun, Farida Mahmud talantliq naqshchilardan Toshmamat Botur, Ra'no Mejid qatorliqlarning tutqun qilinganlik xabarini angladik. Ve nurgun çoğ baylar hem ticaret sahasida yükselgen qarindoshlarımızning tutkun qılinganlik xabarini angladik. Köpçilikki ma'lumki Xitoy kommunist ishbilarmonlari o'zining Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatini yoshirun va oshkora har turli yo'llar bilan ijro qilyotdi. Jaza lagirdagi turmalardagi chorasiz qarindoshlarımızning yemekliklarga, ichadigan suyiga, ularga zo'rmi-zo'r urilayotgan okullarga har turli sirliq zaharlar aralashtiriliyotidu va jaza lagerida odamni sirliq g'ayri tez yo'qotadigan bakteriya bilan yuqumlantirib, nurg'un qarindoshlarımızning lager ichida o'lib ketishiga sabab bo'lyotdi. Şundaqlı yana jaza lagerlerdeki qarindoshlarimizni yerimjon holatda oilasiga topshirib berib, ma'lum vaqtdan keyin o'lib ketyotdi. Masalan, Istiqlol televiziyasining bergan ma'lumotida G'ulji shahri Qoridon Qorvoy mahallasi uy bezakchilik materiallari tijoratchisi Dilshod Jumaxon 2017-yili 7-oy atrofida jaza lageriga sababsiz tutilib 2-3 ay ilgari ciddi karakterlik börek kesilining oxirgi bosqichi degan sabab bilan yosh tijoratchi inimiz Dilshod Jumaxonni yerimjon holatida oilasiga chalib o'liq qilib topshirib bergan. Mana bu ana tuproqimiz Sharqiy Turkistondagi rezil Xitoy kommunistlarining irqiy qirg'inchilik siyosatining jonliq paketlarining bir turi. Yani ba'zan bir ishonchlik ma'lumotlarga qaraganda rezil Xitoy kommunistlari jaza lagerlaridagi qarindoshlarimizni Xitoyning ichki o'lkalaridagi bir qancha shaharning sirtidagi tog'liq rayonlarning tog' orasidagi yer osti va uchtir turmalarga tez suratda yetkazayotganligi taratqularda oshkorlandi. Rezil Xitoy kommunistlari bu qarindoshlarimizni poyizliq
uzun saferde ko'zini etib shu maxfiy turmaga tez suratda yo'tkayotganligi, bu yo'tkilishning nihoyatda sirliq tus elayotganligi ma'lum bo'ldi. Diqqat berganlarga rahmat.